Aa, Başlapdıq, hə bupdu. Assalamu alaykum. Ekran aldiki görenmenler. İsmim Uygur Abdullah. Men Uygur Ruhi Sağlamlık Teşebbüsünün tur direktörü. Şimdi başlagandan burun men kichikinem kısaca ruhi sağlamlık teşebbüsüne kısaca düşendirip berey. Biz Uygurlar özümüz biz cismani sağlamlıkның muhimligini yaxşı bilmiz. Ruhi sağlamlık o'xshash saqladığanğa o'xshash saqlashimiz kerak. Mao din bilan bo'lsinmi, do'stlarimiz bilan gap qilib bo'lsinmi, psixolog bilan gap qilib bo'lsinmi, shu ruhiy sog'lomlik muhim deb o'rgatamiz. Shunlash Mao ruhiy sog'lomlik tashabbusi shu orqali qurilgan. Endi biz bugun Abdujalil Turan efendim bilan suhbatga boramiz. Siz o'zingizni qisqacha tunishib turib bahsingiz bo'lganda? Oldu. Bismillah. Ben sizden ötkendek ismim Abdücelil Turan. 1959 yılı Xotan'da doğulgan. Yani kısaca 80. yıllarca aile terbiyesi ve okuş, Penny Mektep'te az okuş, ailede, Xotan'daki şu vaktdeki dini ülümalarda okuş ve bazı işleş ve bazı ticaret kılıç bilen 80. yıllarca belki 82-83 yıllar desek, yani şu tarzda öttemdi. Yani bizden o tuğulgan vaxtıla sizlerge akasınlarga, sizlerden yaşlıkidagi o vaziyetini düşündürmek ters. Belki atanızlardan cek anlayan buluşunlar mümkün. Şunda bolsunmu, sizler küzanlar bilen kömügen, xuddi biz hazır vatanda bolgan vakani, biz küzümüz bilen kömey, his qılıvatqanımız oxşar, sizler şundarak xiyali tasavvur qıla alaysızlar. Hazırki zulümge okşamaydigan bir zulüm endi o vaxtdaki zulüm. O qanday zulüm desang açarçılık, pulusu bar adam özünün pulusunu xərcləyənməyən, siyasi besim, çəklime, nəhayət addi ticaret nimi qılıb olmaydigan, hatta ki bir nan yakıp setişme uçaqda qaranğı bozarçı deydi, Xitayçı Tujidoba dep qoydu. Aşındaki hesablanadigan bir vaqtga to'g'ri kelganligi uchun biz baxtsiz bir vaqtda tug'ilgan desak bo'ladi. 58 yildan tortib bu 76 yillargacha 66 77gacha Madaniyat enklavi degan birinim bo'ldi. 55dan keyin boshlandi 58 57 58larda biz uni sirtdan anglaymiz hamda yaxshilarni anglaymiz. Bu vaqtdagi zulmlar açarchilik, hashar shu o'pchi emgak Nayt eğer külləmdi o. Açarçılıqını ülüp ketken nurgun adamlarını gördük gözümüz bilen. Kisel bulup ketken, çağlaş kisildeydi. Bedinde qaradım bespitiş aşı yağ mayılıq binasını yemmegen uçakda. Pulusu yokluğu yemmegen. Pulusu balama üzün pulusunu xecleyemaydigan bir vaxtla. Siyasi tutkun 58'de bu mesela anladığınlar başladı. Bunda bir zamanında demokratlıkımız için, biz dünya kapağalığımız için yaxşı tahsil körenmegen buluşumuz mümkün, yaxşı okuyanmagan buluşumuz mümkün. 80. yıllardan keyin bu çat elge çıkkandan keyin üzümüz yetiştirişke biraz tiriştik. 83. yılda bizdeki nemizne muşnuştak dep bir ay yaşlık 20 yaş 22 yaşlık küçük vaktimiz muşnuştak nemizde öttü. 83. yılı tunca katım dadam bilen yol yeni açıldı. 82'de tunca katım bir neçe adam çıktı. 83'te bir neçemiz çıktık. Hac kılış niyeti bilen Pakistan'a çıktık 83. 7. ayda. Ramazan'dan ki yadına hacı bağdık. Türkiye'ye geldik. Türkiye'den Pakistan'a beri Pakistan'da bir neçe ay turgandan ki 84'ün ahirga bu jarayan davamlaştırmaydı. Türkiye, Saudi Arabistan, 84. yılınki ahirde 13. ayda 10 balı bilen biz demede Pakistan'a her qaysı şehirlerden, Qashqardan, Xotandan, Qaqliqdan degendek Pakistan'a yığılıp kalgan 10 balı bilen dadamınki ve bizim merhum dadamın bir dostu beydi qızaqıp ketdi rahmetullah Qaracım deydigan bu kişiden biz Mısır'a şu Danlaq Azhar Üniversitesi'de okuymayız dep bardık. Biz eğer bağandan keyin biz tunji qatim yani 50. yıllardan keyin 90'dan zavirdan keyin tunji qatim bağan balla boğaçqa bizim mektep uruluş işlerimiz buna ters oldu 5-6 ay sürdü. Şundan azarki birip ben yani bir 2 yıl 3 yıllık okup
Bizning ailem, ayalem, qo'saqda qolgan bir cho'ng bolam xotanda qolgan bo'lg'achqa, men ya'niki biz ham chet elda tunji qatim chiqqanlar bo'lg'achqa, chet elning sharoitini toza yaxshi tushunmagan bo'lg'achqa, hozir uni toza yaxshi sharhlab bermaslik mumkin. Va kunamay men xotin ketaman deb nima qilsam, dadam kamsin, bolalarni uylarni biz Turkiyaga nima qilib beraylik, Turkiyaga kelib ashada yerlashsin deb. Bu qildi shuni 87-yilda Turkiyaga kelgan. 87-yilda Turkiya. 1987-yilda Turkiyaga, hozir 39 yil bo'ldi degan gap. Shuni ham Turkiyada yashayapmiz. 92-yil, 87-yilda keldim, 89-yilning oxiri. Biraz tafsili bo'lib ketdimi, ancha maylimi? Ya, mayli. Gap qo'ymasangiz bo'laverdi. 87-yil Turkiyaga kelib, Turk vatandaşlıkka müracaat qildim. 89-yilda 11-oylarda bo'lsa kerak, 10-oyning oxiri 11-oylarda bo'lsa kerak. Türk vatandaşlığımız kabul oldu, pasport çıktı, vatandaşlık çıktı. Şu vaxtda biz Türkiye'de az cemaat hem 100 aile yabancı yok. Ama ceklerimiz vaxtda berip kirattık, ticaret kılattık. Şundan tuncu kadın kotan badım 89'ның en ahire. Şundan 92'gece ticari maksat bilen Ürümçi'ye, Beijing'e barımız, Alıqda Xotangi barımız şunda qilib ötdi. 92-yili Ürümçi'de 5-6 ay turib qolgan men apagan narsalarni satamay. Shundan kendimizga adam tushdi. Yadiki cho'ng ziyolilar bilan Ürümçi'de turish jarayonida jamoat arboblari bilan do'st birodarlar bilan davomli ko'rishib turamiz. Shundan bizning gumon qildimi? Bir banani tepib, meni 2,5 yillik muddat bilan chigirimni qo'g'lab chiqaryapti. 92-yili 8-ay bo'lsa kerak, taxminan 8-ay. Undan keyin Turkiyada qaytib kelgandan keyin yana o'zimizning uşaq tijorat ishlari bilan bo'ldik. Yana ozroq yansak 87-yili Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyadagi Sharq Turkiston vaqfi borkan, bu faoliyatni dastlabda marhum hozir Germaniyadagi Hayat Erkin Aliptekinning dadasi Isa Aliptekin degan kishi yürütüp diken o kişi kırıp ketkenlik 86-yili bir hakim o ismini anlayan Muhammed Emin Buğra'nınki ciyeni Mehmet Rıza Bekin diyen Türkiye'de okup askeri general mayuru olan adamken bu kişi Şarkı Türkistan vaxtida başlık bulup aşağıda faaliyet kıladı diken bir jurnal çıkarttı vaxtı Şarkı Türkistan avazı edip 4 tilde çıkarttı. Bir kitabın içinde bir makale Türkçe, bir makale Uygurca, birisi Arapça, birisi İngilizce 4 tilde çıkarttı. Bularını okup öğrendik bu Türkiye kelgenden da bu 92-yili üniversitenin buraya. 82-yili bu davamlaştı. Bir taraftan berip kep ticaret kaç, bir taraftan vakıfının işlerini öğrengeç, bağaç, yardım haberlerini yaxşı öttük bulardan. 92-yili 8-ayda qaytırıp etti. 92-yili 13 ayda tunji qatim chet eldan ait dağdığılık Şarkı Türkistan Milliy Qurultayı ötküzüldü. Bu tunji qatim ait cho'ng bir dabdöylik bo'lgan bir yig'in. Buningga ait vaqtidagi ait muhim odamlardi. Masalan, siz ismini bilasiz, o'tgan oyda qazo qilib ketdi. Avstraliyadagi Ahmad Egambadi akamiz bu qurultayga rais bo'lgan. Muhammed Emin Hazrat degan kishi bosh kotib bo'ldi. İsa Efendi Fahri Reis oldu. Bu kurultaydan killam Türkiye'ye bir neçe ziyaliler yığıldı. Mesela bunlardan birisi ötken yıl qazo qilib ketgan Germaniyadagi Farhad Muhammadi, Kanadadagi Muhammed To'xti, Umar Qanat o'chog'da Germaniyadaydi ama Türkiye'ye kelib ketib keladi. 3 yilda oldu o'lib ketgan Asqar deb bir kishi beydi. Şanghay'da okuyan o. Bular birleşip biz bir kurultayının ilhamı bilen Şarkı Türkistan yaşları degan bir Uygurca ranglik gizit çıkardık. Muşunun başta bizninki biraz siyasi takım çoğunkur işkiler köyreşi ve bunu ügünüş işlerimiz başlanıp gitti. Bu gizit 5-3 yıl devam kıldı. Kendi bazıları başka yakette nime kıldı. Şuna kılıp gizit oldu. Kendi jurnal kılıp çıkardık. Kendi Dünya Uygur Kurultayı, Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı kurulgandan keyin
bu kurultayınki organ giziti buldu. Gizitulapın çıktı, jurnallapın çıktı, akıllar mıydı? İşte oradan paranlaş öttük. 95 yılınkinden ben üzem o gizitlerin o Türkiye'de gizit çıkış biraz toktu de. Germanya'da çıktı. Onunki basıdığan, taktıdığan işlerini biz Türkiye'de kılıp davamlaştık. Bir taraftan üzemninki bir hevesi bilen değilimdi bunu ben bir başka bir noktadan emez. Bazı kitaplarını nime kılışka, neşe kılışka uğrunup o bu Mısır'daki balanı okuyan dini kitaplarını beşkiden çıkarışa başladık. Bu biraz tez terakki kıldı. Hemmesine kızıkıp kitaplarını öğret kıldı. Biz bastırıp takat kıldık. Bu çağda o vakti o kitaplarını asasen biz Kazakistan, Kırgızistan'a öğretişine asas kıladık. Bu çağda Avrupa'da, Amerika'da adamlar az kitap taraf kıldık. Az boğaçka. Aşağıdakilerini teminleyimiz de bir yaşa öğretip kıladık. Şununla bu neşriyatçılık kızışımız hazırlıca 95'ini tatip devam kılıp kilovadı da Kağımda yana ceryanı şu neçe yıl poptu emse 92 yıl 95 çıkarıp etken. neşriyatçılık olsa 95'ini hesaplasak 95, 2005, 2015, 2025, 30 yılını açtı da. 30 yıldan işip to şu. Ho, uzun poptu. Şu, mening birinci sualım sizge, endi neçe yıl boldu sizning mındaq vatandın çıkarıp etkenini? Neçe yıl boldu? 30 yıldan joq boldu. 92 olsa 37 yıl bulamda. 37 yıldek poptu. He, 37 yıldek poptu. Şu biz bu degen biz Uygurlarning bir daim bolduğan bir iş. Biz neçe Uygurlar bar mındaq çıkarıp etken, vatanга qaytanmaydigan. Men mo özüm bir qatımdan qaytıp bakkan o vatanimizge. Ben şu chet el çoğ bolgan, doğulup çoğ bolgan, lekin vatanga bir qatımdan bargan, şu vaqtın hiç qaytayamadım. Mındaq lekin jiq Uygurlarga mındaq vatandan chiqib ketganda bek ig'ir keldi, mındaq besim bo'lib qoldi. Siz Uygurlarning medeniyetimizde ishlagan, mındaq tilimizde ishlagan, undaq bo'lsa mencha bek ig'irroq keldi. Shunchalik ig'ir bo'lsa siz qandaq nereden kuch topa oldingiz? Ishlaydigan kuchni nereden topa oldingiz? Savolim. Bunu mındaq deyiş mümkün. Ben daha kitaplarını neşr kılıştı biz Kazakistan, Kırgızistan'a dedik ya. Bu yagında maksat kılışta biz edebi emas dini kitaplar Kazakistan, Kırgızistan'da 70 yıl etrafında bu komünist tüzümü aslında yaşap bula dinden aytacak uzaklaşıp gitti. Haram nime, halal nime, namaz nime, rozu nime bilmeydiğen bu kettim. Uşlar biraz hizmet kılayla degen asasda bir dini tuğu bilen kıganlığımız kıgan boğaçka bununki nurgun kıyınçılıklarga kıladın bir rahmet, savap umut kılıp berdaşlık verip bununki kıyınçılıklarga sabır kılıp kegen buluşum mümkün desem buluduğu değil mi? Şu emsi siz mındaq gap qilsak siz dindin kuchni topa oldingiz. Şu biz men çoğ bolganda Adelaide biz çoğ bolgan bizning dinimiz bek yaxshi ketgan, şoňlaşqa biz şu yerden jiq kuchimizni topa alaymiz. Yalnız bir sualga Keçen mening Uygurçam ancha yaxshi emasmi degandek men chet til çoğ bolgan. Endi biz Uygur davada ishlaydiganning ishlaymiz. Şu ishlagashga bizning vatandikimiz aylarimiz bek ziyon tortadi, shunday deylik. Endi undaq bilib, undaq bilib shu ziyon tortganini bilganni bizga mundaq ig'ir keldi. Ya ba'zida biz o'zimiz mundaq qanday deymiz? Mundaq gunohkorlik his qilamiz. O'zimizning ishlaganga. Shundaq bir his qilib baqdingizmi? Bir vaqtingizda mundaq gunohkorlik ya. Endi ben bunu mundaq qaraymancha. Burun nurgullarımızga bazı silik yollar bilen
ya vasıta arkalık bir vasıta olması mu? Anlaşımız için bunda teklif kılattı bunda bu siyasi işlerge Xitayga karşı siyasi faaliyetlerge katnaşmaslık hakkında nima kılattı. O cemiyet yaxşı vaqtda, o 2010 yıldan burunki vaqtlar. Men bunda qaraymandı bununla. Biz dastlabda bu 2017'den bu nima başlangandan keyin dastlabda biraz bir aram bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Keyin kildida buni yolg'iz masalan buni qanday tushundirmamdi. Yolg'iz men bizning oilaga bo'lgan bir ish emas. Nurg'un odamlarga, millionlarcha odamlarga bulavadi. Bunga sabr qilish kerak. Qo'limizdan keladigan bir narsa yo'q. Ben bunu asta ben bu şu nümeden bek bir aram bulmay kelgen buluşum mümkün. Ama bunu nümüsteri puğa. Mesela katlık ihtiyat kılgan, hatta ki müddet siyasi faaliyetlerden şugullanan adamlardan mı geçip yürüydük Allah'ın mı? Bir büyüklerinin ki ailesi sakkagan buluşum mümkün. Ulan çıkınca alakalı çalgan buluşum mümkün. Ama hiç kadar faaliyette katlaşmak Allah'ın ki ailesi sakkamagan buluşum mümkün. Tushuntir oldimmi? Shu, bizmi mundaq ishda bo'lsak, shu ba'zida bizning ish qilganimizmi emas deb. Mundaq o'ylayman. Ba'zanlar nima qiladi? Masalan, nachalar bilan so'zlashdim. Ba'zi takliflarni bersak, ya bizning tuqunimiz borda, ya nima o'lamdiki, bo'lamdiki deydi. Tuqunimiz hamma odamning bor. Yana takrar aytsam, yerdagi faoliyat qilganlarninki ba'zi yerdagi tuqqanlar texmi rohat yashagan bo'lishi mumkin. Hech qanday faoliyat qilmaganlarniki urug' tuqqanlari, ota-onalari texmi bak zulmga uchragan bo'lishi mumkin. Bu masalan men bo'lsam 2017-18'lardan keyin hech qanday bir tuqqanlarim bilan onam dadam qazo qilib ketdi, o'lib ketdi. Bir tuqqanlarimning hech qanday xabarini olamayapman. Ammo buningki xabarini elayotganlarning bo'lishi bor. Ular nimaga aralashmagan. Bu mundaq aralashganlardanki ailelere nimaga uchragan siyosatga chet elda siyosatga aralashganlarninki ailelere ziyonkashlikka uchraganlarmi bor. Hech qanday siyosatga aralashmaganlarninki bu ailelere ziyonkashlikka uchraganlar bor. Siyosatga aralashganlarninki ailelere salomat qolgan, aralashmaganlarning salomat qolganlari bor. Bu hamma butunlay bu siyosatga aralashganlarninki ailelere ziyonkashlikka uchragan, hech qanday siyosatga aralashmaganlarninki ailelere hech qanday ziyonkashlikka uchramagan deydigan narsa mavjud emas. Bunu bilib turibmiz endi. Faqat bir farqi, faqat aralashmaganlar ancha-muncha xabar ola oladi ekan, aralashganlar ololmaydi ekan, mushu farq. Xabar alsakmi, ular biz hech nima qilib bermaymiz. Xabar olmasak hech nima qilib bermaymiz. O'lib ketsa, uning xabari darhol keldi ekan bir qanday yo'l bilan. Hayat bo'lsa hech qanday xabar olamaymiz ekan, o'shaqda hayotda bo'lsak bo'ldi ekan, men mushu ekanini kelgansan. Shu, biz chet elda faoliyatga aralashsakmi, aralashmasakmi biz bilmaymiz. Bizning faoliyatga aralashgan bo'lg'ashqa ish bo'ldi deb, bundaq bilmaymiz deb deyatamsizmi? Ha. Shu. Endi bu degan menimcha bu bir bek to'g'ri gap. Biz bu bilmaymiz. Biz faoliyatga chiqqan bo'lsa-mu, biz degan bilmaymiz. U Xitoy government nim qilganning ishlarini. Shunlashqa bundaq o'ylashingiz, men bir bundaq o'ylab baqayamsa. Endi yana savolimiz, siz necha yil bizning Uyg'ur kitoblarimizni, tilimizni, tariximizni saqlab turdingiz. Bu saqlab turish o'zingiz uchun nima muhim? Ben bunu bugünkü ahvalni 10 yılın aldıda, 15 yılın aldıda tasavvur kılalgan bolsam, teximçe kitaplarını toplap kılışı mümkündür. Ben dep ötkendek dastlabda biz asasen chet eldikilarni emas. Fakat şu O'rta Osiyodagi Uyg'urlarni g'amini yeb, shularga bir foydali bir ish qilib beraylik deb bu diniy narsalardan boshladik ya. Başlagandan keyin xos diniy emas, adabiy narsalar bo'ldi, tarix bo'ldi, siyosat bo'ldi, adabiyotni roman degan she'rlar to'plami jiqroq bo'ldi. Masalan, marhum Ahmad Akamninki necha parcha she'rlar kitobini chiqardik. Yana bir Avstraliyada Gulbar xonimninki dadasining aslimisini chiqardik. Bular chiqardik, ammo u cheklangandan keyin
vatanda o'zi nashriyatdan rasmiy chiqqan kitoblar cheklangandan keyin buningki cho'qim bir chet elda saqlanib qolishining muhimligini his qilib o'zim qo'limda yiqqan bir 5-600 parcha kitob, bir 2000 parcha jurnal binochilar bor. Bularni hozir qaytadan dijitallashtirib buni hammadan bunga ko'ngil bo'lmaydi ekan, ba'zi odamlarningki xayoliga kelmaydi ekan. Ba'zi odamlarningki xayoliga kelsa ularningki bizda bor imkon yo'q ekan, qo'lda kitob yo'q ekan, unda qiladigan imkon yo'q ekan deb biz hozir shu xususan bir necha yildan buyon chet elda yozilgan kitoblarni, chet eldagi Uyg'urlarning yozilgan kitoblarini nashr qilishga hissa qo'shgandan boshqa vatanda nashr qilingan va yo'q qilingan kitoblarni texmo yaxshi saqlash, qo'limizda yo'qlarini boshqa baladan tepib, to'plab, dijitallashtirib PDF qilib saqlashga buni tezlatyapmiz. Buni mangu saqlab qolish uchun shunday bir faoliyatlarni qilyapmiz. Ba'zi kitoblarni yangidan vatanda nashr qilingan koni kitoblarni to'plab nashr qilyapmiz. Chet elliklarningki biz Uyg'urlar haqida yozgan kitoblarni Uyg'urchaga tarjima qildirib buni nashr qilyapmiz. Men asosan hamma ishga nima qilmay shu nashriyatchilikqa bekrak ahamiyat beryapman. Ham buni bilan ma'lum tajribaga ega bo'ldim. Hamma ishga aralashib olmay buni qilyapman. Ammo bir nechta tashkilotningki a'zolik qilmasi bor, yozuvchilar uyushmasining a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultoyininki necha yildan beri muhim a'zosi. Buning faoliyatlariga qatnashimiz, necha yil Dunyo Uyg'ur qurultoyininki nashriyat işlerini ben yürütüp geldim. Hazır dini işler olsak mı yine neşriyat işlerini biz Kanada'daki Tuygun bilen birle kılıvatımız. Aldığımızdaki hep de siz anlayan siz bir önce roman yazgan Abdullah Talip diyen bir kişi beydi. Bunun 100 yıllıkını biz şembe günüsü halkaralık seviyede yani chet elden Amerika'dan Nebican Kemekçi, Kanada'dan Tuygun Abdüveli Kemekçi, Şivesiyadan Kemekçi, Germaniyadan Kemekçi bir dağdığılık faaliyet ötküzmekçi. Bununki 4 kitabının neşir kılış işlerini ben üstüm gelip bunu neşir kılıp tükettim, bastırıp yeniden neşir kılıp tükettim. Bu işlerden bulatımız hem de. Hem de o'zingiz uchun nimishga muhim bundoq saqlash? Endi bu millatninki biz hozir chet elda bu hozir tilimizni, madaniyatimizni, urf-odatimizni saqlaymiz degan shuarni aytacak to'g'rilayotdi ya. Buni amaliyotda shu tilimizni saqlab olsak, urf-odatimizni saqlab olsak, madaniyatimizni saqlab olsak buni boshqa saqlolmaydi. Shu ajdodlarimizningki bizga ezib qoldirgan kitoblar bilan, tilimizni romanlar bilan, urf-odatimizni shu urf-odatga oid kitoblar bilan qo'llashga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu adabiyotga bekrak ahamiyat berib, bu shu tilni amaliy qo'llashga xizmat qilamiz degan bir kuch bilan buni qilyapmiz. Buni texmo imkoniyatning ichida buni texmo tez, texmo jak, texmo sifatli qilishga qilish vazifasini o'zimizga yuklab hozir olib besyapmiz. Shu bek yaxshi javob berdingiz. Shu menmi boshqalar Uyg'urlar emas bizdan so'raganda Uyg'ur degan nima? Siz Uyg'urmi deb mundaq so'raganda men degan Uyg'ur degan biz mundaq tilimizga ko'stimi, adabiyotimizni ko'stimi, mundaq tariximizni ko'stimi. Bizning mundaq narsalar bor bo'lg'ashqa men o'zimni Uyg'ur dalalayman deb men shundoq ko'rayman. Okay. Endi yana bir savolimizni chet elda cho'ng bo'lgan yoshlarga bizning madaniyatimiz, tilimiz, ama kimligimizni qandoq saqlab turish temada gapingiz bormi? Buni hamda bu bizning bir nechta Uyg'ur tashkilotlari bor. Türkiye'de Uygur Akademisi deyimiz ve başka teşkilatlar deyimiz. Amerika'daki Uygur Alpilakadem'deki Uygur teşkilatı ve başka teşkilatlar. Germanya'da Dünya Uygur Kurultayı olsun. Yani dünyadaki asası bu teşkilatlarınki
hozir qilayotgan biri Xitoyniki chet elliklarga Amerika bo'ldi, Yevropaga bo'layli, Turkiyaga bo'layli, chet elliklarga bizning hozir kirayotgan vaziyatimizni Aziyadagi biz yuz berayotgan zulmlarni anlatishga yuzlansa, yana bir tarafdan biz o'zaro shu sizlardagi yoshlarninki Uyg'ur tilini, Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur urf-odatini saqlaymiz deb nurg'un faoliyatlarni qilyotdi. Masalan, Uyg'ur akademiyasi yilda yig'in echiyotdi, erkin sidiq yig'in echiyotdi, qurultay yig'in echiyotdi. Ama men bununla iştirak qilish bilan birga bununki yana men desam men üzerine qilgan ishimni ko'paytib nima qilish emas. Bu Uyg'ur tilini, Uyg'ur adabiyotini, Uyg'ur madaniyatini qo'llash uchun yana shu o'qish lozim. Mesela siz ben chet elda cho'ng bo'ldim deysiz, shundaymi? Ha, chet elda cho'ng bo'ldim. Qancha tane Uyg'urcha kitob o'qib baqdingiz masalan? Bir qo'limda sanalayman. Ancha kitoblarni o'qimagan. Mesela biz bu chet elda minglarcha kitob o'qib Uyg'urchamizni geliştirdik endi. Şu benim tecrübemga asasen bu chet eldagilar Uyg'ur tilini qo'llash uchun u yig'in echish bilan bir ikki parcha ilib o'qish yoki kichik she'r qo'shiqlarni, hikoya cho'chaklarni bir nechasini o'qish bilan bu Uyg'ur tilini saqlab qolib bo'lmaydi. Buni davomli o'qish, baldoq o'qish, hikoya o'qish, cho'chak o'qish, uning aksini hikoya o'qish, uning aksini povest o'qish, uning aksini roman o'qish, uning aksini tarix o'qish, adabiyot, falsafa o'qish degandek narsalar bilan bu Uyg'ur tilini jiq o'qib bular buni tilni saqlashga urinmasa, o yig'in bilan siyosiy faoliyatlar bilan bu Uyg'ur tilini qo'g'diqli bo'lmaydi. Shuning uchun men siz boshda olmoq üzere şu yaşlarınki jiq Uyg'ur kitaplarını, qanday kitap qiziqsa, siyosiy kitap qiziqsa, siyosiy falsafaga qiziqsa, falsafa, adabiyot qiziqsa, roman qiziqsa, roman, she'r qiziqsa, she'r, buni hanaldan tepib, bunu davomli o'qish bilan bu tilni taraqqiy qildirmasa, o'qimay so'zlash bilan bu tilni taraqqiy qildirib bo'lmaydi. Yani ikkinchi bu tashkilotlarning hammasining ichida hammasining bir shuari biz adabiyotimizni, tilimizni, urf-odatimizni, madaniyatimizni qo'g'daymiz deymiz-ku endi. Bunga bir eksiklik qilyapti. Bular hech qaysi dinimizni bizlar qo'g'daylar degan gapni qilmayapti. Men yoshlarga bu tilimizni, urf-odatimizni, madaniyatimizni qanday qo'g'dasak, bizning dinimizni o'xshash qo'g'dab, bunga o'xshash ugunib, o'xshash qattiq bir taqvodor bir musulmonga aylanmasak-mı, o'zimizning bir musulmon avlodi ekanligini tunuydigan bir seviyede bu balaga bu hakkımı nima bermasak bo'lmaydi. Men bu vesile bilan men bir Dünya Uyghur Kurultayı'nın hazır bir dini işler bölümününki mas'ulu bo'lish sifatim bilan bazı dini balaga yönelik balaga qarata bazı bir dini kitaplarını tayyorlayapmiz. İnşallah paydinpayr bunu chiqarib taqdimiz. Bunu o'qishga hammalarninki tashabbus qilishini tilimizga nimamizga qanchalik ahamiyat bergandek bu dinimizga ahamiyat berishni tashabbus qilishinglarni so'rayman. Chunki oldi bilan dinni saqlab qolgan vaqtida urf-odatimizni, madaniyatimizni texnik saqlab qolgan bo'ladi deb qarayman. Dinimiz yo'qolsa, urf-odatimiz yo'qoladi, assimilyatsiya bo'lib nima qilib ketamiz. Masalan, buni amaliy ko'rsak, masalan, Amerikaning ahvolini bekcek bilmayman. Men bir 5 kun tug'an 2009-yil berib, Yevropaga davomli beryapmiz. Türkler o'zaro hamkorlashib, shu Turkiyadagidan yaxshi diniy bilgiga ega, Turkiyadagidan yaxshi turkcha nima qila oladigan odamlarni yetishtiryapti. Biz oz bo'lg'achqanda qilolmasakmi, bizning vazifamiz texim eg'ir. Şu jihatdan din, til, adabiyot, san'at, madaniyat hammaga o'xshash ko'ngil bo'lishimizni orzu qilaman. Hamsi hem qisqacha desak, mau gapingiz degan bizga dinni ching tutish va kitob o'qish. Menimcha. Yani bunun kişi biraz dinimizni qo'g'dash, ikkinchi tilimizni shu o'qish bilan qo'g'dash deb hisoblayman men. Qancha jiq o'qisa til shuncha nima qiladi, taraqqiy qiladi. O'qimasa shu o'zaro so'zlash bilan bir necha jumlaga qolib qoladi. Shu.
Degeniz Tecrübeme esasen sözler atmam bunu. degeniz to'g'ri. Shu tilni ishlatmasak unutib qolamiz. Endi mening eng oxirgi savolimiz sizga bugun Uyg'urlarning kelgusiga nima umid berdi? Kelgüsüge benim his qilishimcha umidsiz qaravatqanlarni aytacak. Bunun har xil sababları var. Masalan, Xitoyninki tez taraqqiy qilib ketishi, Amerikaga maydon o'qidan kelishi masalan yaqinda ko'ryapmiz-ku Iran va Rusiyada. Bo'lishi mumkin, ammo buning umid bor bo'lish lozim. Buningga yanala shu dinimiz nima bo'ladi hamda buningga ham sabr qilish, ham umidvor bo'lish. Buningga boshqa bir gap qilish taza nima bo'lmasi kerak. Umidni üzmeslik, Allah'ın bir arada nusrat tilash, sabır qilish, qo'limizdan keladigan qanday ish bo'lsa, kimning qo'lidan nima kelsa shuni qilish, orqali vaqtni o'tkazsak deydigan bir qisqacha nima bor, buning bir gap xudo bir narsam. Men bir kichikna bir narsani yana bir narsa deb baqay. O'zingizcha ruhiy sog'lomlik nimishga muhim? Ruhiy sog'lomlik men bu jihatda men bir psixolog emas. Gapni qilsam. Shunlashqa o'zingizcha deb so'radim. Shunlashqa o'zingizcha deb so'radim. Biz psixolog bo'lmasamizmi? Shu mundaq jiq narsalarda ishlab sizmi beknakcha zo'r yillar o'tibsiz. Shunlashqa qandaq qila oldingiz deb so'radimiz. Ruhiy sog'lomlikninki muhimligini izohlashdan daha ziyada bu ruhiy sog'lomlikni qo'g'dash jihatda yana shu sabr qilish orqali nima qilsa bo'larmikin deb nima qilaman. Men bu haqda bir narsa so'zlab bermasligim mumkin. Chunki buni psixologlarga qo'ysak, texmi yaxshi so'zlab berishi mumkin. Bo'pti. Shu endi psixolog bilan gap qilish kerak bo'lsa-mu, biz ruhiy sog'lomlik tashabbusda shu bilan yordam bera olamiz. Shunlashqa biz bilan gap qilamiz. Bundan hozir bir qancha yoshda shu psixologiya kitoblarga qiziqadi. Buningki qanchalik ahamiyati bor uni bilmayman. Bu ruhiy sog'lomlik pek muhim narsa. Qisqacha bir so'z bilan aytgan vaqtida buni bir izohmi ketmaydigan narsa. Ammo buni qanday qo'g'dash? Buni shu umidvor bo'lib, jiq ishni nima qilmay, quruq g'avg'odan nima qilib, saqlanib qilsa yaxshiroq bo'larmikin? Bo'pti. Shu bilan tugtalaymiz endi. Men haqda bir narsa bir narsa aqlim kelmadi. O'zingiz jiq deb bo'ldingiz. Bu bilan tugtalaymiz endi. Shu bizmi vaqtimizmi oxirga kelibdi. Shunlashqa Abdulturan apandim ko'p rahmat sizning gaplaringizga. Bekjiq shu jiq yaxshi narsalarni deb berdingiz bizga. Biz bu gaplarni inshaalloh o'zimizda mundaq tutib umid bo'lib qoldi inshaalloh. So we'll be ending we're ending once I finish the sentence. Ko'p rahmat sizning gap qilganingizga, kelganingizga. Sizlarga rahmat. Bu qarag'uchilarning savollari bo'lishi mumkin da'vatda anda bir savol bormi yo'qmi? Savollar yo'q-ku, shunlashqa biz vaqtimiz tugabdi shunlashqa. Salomat bo'lamiz, ko'rishamiz yana. Bo'pti, salomat bo'lsangiz. Bo'pti, ma'qulamiz. Rahmat sizga. Ma'qul.